juda ko'p guvoh bo'lganman go'zallik salonlarida xizmat ko'rsatayotganda o'zaro suhbatlarida negativ so'zlarni, urishish, janjallarni yoki oilasida kim bilan nimada urushganlari haqida qizlarimiz ish jarayonida gapirishadi. Va mana shu paytda mijozni ongiga bu juda ham kuchli yomon ta'sir qiladi. Ular o'ylashmaydiki, ular ko'rsatayotgan xizmatlarini mana shu fikrlari bilan birgalikda mijozga singdirayotganini. Aytaylik, tirnog'ini manikyur qilyapti. Manikyur qilayotgan paytda u kim bilandir janjallarini, negativlarini dugonasiga gapirib qo'yapti, lekin mana shu energiya mijozning tirnoqlariga singyapti. Hattoki yuzini qilyapti, tuzatyapti, kosmetolog, hattoki massaj qilyapti. Shunaqangi holatlar bo'lganki, hattoki massaj paytida ham negativlarini, oilaviy muammolarini aytib turib, men psixolog bo'lganim uchun mendan maslahat so'ragan massajchilar ham bo'lgan. Bu juda ham noto'g'ri holat. Maslahatim, hech qachon mijozga xizmat ko'rsatayotgan paytingizda o'zingizni negativlaringizni aytmang va singdirmang va gapirmang. Shunchaki yaxshi kayfiyat, pozitiv bilan xizmat qiling.